Otani haqiqiy qadr-qiymati uni farzandlari bilan o'lchanadi. Onani haqiqiy qadr-qiymati uning farzandlari bilan o'lchanadi. Bir ayol bo'lishi mumkin, juda bir katta bir jamiani, oliygohda, universitetda tugatdi degan qo'lida diplomi bo'lishi mumkin. Ammo agar bolalari betarbiya tashlab qo'yilgan bo'lsa, behayo so'zlarni gapirayotgan bo'lsa, axloqsiz bo'lsa, bu ayol johila deyiladi. Avvalgi asrlardagi mo'mina onalar, mo'mina ayollarda qanaqa bo'lganligi ko'pchiligimizga ma'lum. Bu ayollardachi ko'pchiligi unaqa siz bilan biz aytadiganchalik ilmli bo'lgan emas. Lekin bolasini tarbiyasiga juda bir qattiq e'tibor bergan. Shuning uchun bolasi onasi uchun diplom bo'lgan. Shunday farzandni boqqan onasini Alloh rahmat qilsin deb duo qiladi. Shunday farzandni dunyoga keltirgan ota-onasini Alloh mag'firat qilsin deb duo qilinadi. Otangga rahmat, boqqan onangga rahmat deydi. Demak, farzand otaning diplomi. Farzand onaning diplomi. Diplom ham har xil. Bu mavzuga tegishli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari ko'p.